Assalomu alaykum. Ekrandagi barcha aziz ko'rmanlar, Didor G'animat, riyosatchi Xayr nishonlar Nijot Vali Yaqub amdiki yarim soatda ichil dasxanim oldida sizlar uchun xizmatda bo'la olganligidan o'zini intayin baxtli sanmoqda. O'zimiz va o'zga millatlarning isil taomlari ichil dasxanimda, qozon bishirga ko'ngillik paranglar ichil dasxanimda, cho'lponlar bilan bo'lgan eng yaqin orliq ichil dasxanimda. Shunlashqa ichil dasxanim, isil dasxanim. Do'stlarning har juma kuni Urumchi vaqti soat 7 dan 18 minut o'tganda Shinjon televiziya stansiyaning iqtisod turmush kanalidan programmamizni dal vaqtida ko'rishini qarshi olamiz. Agarda programmamizni ko'rish imkoniyatini qo'ldan berib qo'ysanglar hech qisi yo'q. Stansimizning xuyi to'rbekitiga kirib, qolgan vaqtida qolgan programmalarimizni tanlab ko'rsanglar tamamen bo'ladi. Qadrli do'stlar, hammalarga ayonki, oila intayin mehrlik va sehrlik makon. Bu makonda anadan iborat bir suyumlik farishtamiz har vaqt bizning chidam g'ayratlik, mehr muhabbatlik, shunaqla sog'-salomat bo'lishimizni tilab turganligi uchun bizning dunyomiz har vaqt intayin go'zal. Shunlashqa biz bugungi programmamiz orqali oldi bilan ana shu suyumlik farishtalarimizning ekrandagi barcha qadrli onalarimizning bayramini tabriklaymiz. Bayraminglar muborak bo'lsin onalar, to'g'roq yashida yashag'aysizlar. O'z navbatida biz bugungi programmamizga ana shuningdek intayin suyumlik bir onamizni taklif qildik. Bu onamiz o'qituvchilik kasbi bilan uzun yil shug'ullanib, nurg'ulg'an qalblarga harorat berishgan hamda qorong'u dillarni yo'rtgan. Undaqda bugungi bu aziz mehmonimiz kimdir? U bo'lsa, suyumlik Dilbar muallim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Intayin xursand bo'ldik. Bay, qani dasxanimiz oldiga rahmat. Aldı bilan bayramingiz muborak bo'lsin appay. Rahmat. Haqiqatan intayin chiroyli yaxshi turibsiz. Aldı bilan ekran oldidagi sizga o'xshash mana shu barcha bizniki mehribon onalarimizga, opalarimizga bayramlik salmoningizni yo'llatgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi barliq ko'rarman aziz mehmonlar. Hammangizlarga o'tliq salom. Men bugun Ichil dasxanim programmasida qatnashganligimdan intayin xursandman. Muşu münasebet bilen oldimizda yetib kelayotgan analar bayramingizlarni muboraklayman. Bu anamızın simasi turqi intayin yığışlıq bilingan bo'lishi mumkin. Albatta onalarimizning qo'lda atgan tamoqlar texim yeyishlik, texim lazzatli bo'ldi. Shu topda sizning atgan tamoqingizni yeyishga intayin aldirab ketib borman. Bugun bizningki ko'rmanlarimizga bo'lib shu tamoq yetishga qiziqadigan, turmushni suyadigan, hayotini hozir ilishni bildigan bizning ko'rmanlarimizga qanday bir yaxshi o'xshagan tamoqlarni etib berishni o'ylashgansiz. Biz Uyg'urlarningki, ya'ni mehribon analarning o'zining chivar qo'llari bilan oilasidagi kishilar va bolalar uchun bolalari ishtaha bilan yeydigan qozon somsasini yaqib berishni to'g'ri o'ylashdim. Bu programmani Shinjon Qarishahar Yosinjon yemaklik cheklik mas'uliyat shirkati alohida qo'llagan. Endi buningki xorojlaridan go'sht. Endi kala go'shti bo'lsin bo'ladi. Qo'y go'shti bo'lsin. Qo'y go'shti bo'lsin bo'ladi. Endi buning ketadigan xorojdan bosh piyoz. Bosh piyoz. O'zimiz. Anandan qizilmuch. Qizilmuch. Ko'kmuch. Shoxula. Hamidov, shoxla. Shoxla. Anandan qarmış. Qarmış. Tetiklardan qarmışni ishlasak bo'ladi. Bundan keyin pek muhim bir narsa bor. Apay balki ishlatmasak ham tuz. Ya tuzni ishlataman. Tuzni ishlatmay tomoq etgan olmaydi. Tuz, kimyoviy bo'lgan ishlatamiz. Andan keyin muqim ishlatadiganimiz tuz. Ondan boshqa xudo hozir programmamizni boshlagandagidek ko'tarangu kayfiyat. Xo'shal kayfiyat. Qozon somsiga ketarlik materiallar: un, yog', go'sht, bosh piyoz, qizilmush, ko'kmush, pomidor, tuz, qarmuch, zira talqini. Mantının qiymatiga qilib to'g'risam bo'ladi. Bo'ladi. Yoshlar uchunmi bu bir o'rganish fursati. Mush fursatni ching tutib o'rganib olsanglar, keyin oylik qurgan vaqtinglarda nayti o'zinglar o'ng'aylik his qilasizlar. To'g'ri aytdingiz apay, demisam shu programmamiz yo'l qo'yilganidan buyon bizni eng xursand qilgan yeri nurg'ulg'an ko'rmalarimiz shu programmani ko'rib o'plab, shu vaqtda atsizlar shu tamoqni etib yiqishga urindi ekan. Bu modamni va xursand qilgan ishdi. Shunday. Qilish jarayonida o'zingizda bir xil ishtiyoq bo'ladi. Har bir narsani o'rgangandan keyin uni amaliyotda ko'rsatish uchun tirishsizlar. Xemirni jug'agan chog'da balki buni xemirga qo'yilgan talabmi bog'i deyman. Xemirni to'limi chinqimaymiz. Ya'ni shu langmenning xemir bilan o'xshash yog'alsak bo'ladi. Shu vaqtida pozlab ichishga mo'nayt qulaylik bo'ladi. Go'shtni bunday qilib oldim. Go'shtni ashtaq qildingiz. Endi bu qalam chiqib bo'lgandan keyin go'shtni o'tirdan bir yer bitib ushoq to'g'risangiz bo'ladi. Ushoq to'g'risam bo'ladi ekanda. Miya ajrab kesmaydimi? Ya mayli. Miya ajrimiz texnik yaxshi. Ma'qul. Demak, meniki hunurimni sinmoqchi ekansiz-da. Apay odatda endi pensiyaga chiqyapsiz, odatda turmushingizni qanday o'tkazasiz? Nima ishlar bilan?
Men pensiyaga chiqqandan keyin İçildasını görürsün. İçildasını görmen. Öyde 4 nevrem var. Nevre qaraymiz. Çoğu o'qish ishida. Qolgan ikkisi yaslida, birisi ailada. Ha, nevre bakmadan ha? Nevre bakma. Müş nevre bakıdığan momular texim suyumlukçu maş qilib. Lekin charchab qolmanglar. Sizlarning salomatliklaringiz muhim amaliyotda. Kechda nevrelarni o'qiltib bo'lib, mush programmaga shunda qiziqib ko'rma. Qayt qo'yishini ko'rdik sizlar programmani. Shunda bo'ladi. Ko'rish jarayonida ilib berilayotgan mush faoliyatlar, andan biz o'qimagan taomlar turlarini ko'rgandan keyin ma taom turlari bor ekan, buni texmi bilsaq bo'ladi ekan degan ko'z qarashda bo'laman. Demak, programmamizning izchil shu qo'ymay ko'rib kelayotgan aziz ishtirokchisi hisoblanadi ekansizda. Apay naqs go'shtning cho'nib hozir muvofiq bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Uchinchi kurs qilaman. Sal kichikroq chiqyapsiz. O'qituvchilik kasbi bilan uzun yil shug'ullanib ekansiz. Bu jarayonda albatta dars bergansiz. Ha. Pek yaxshi ko'rsiz bu deyman kasbingizni. O'zim kasbimni bek suyman. Hozir shu go'sht yetanda go'sht yetmaydi, yana biroz to'g'raylik. Xemir bo'ldi mana. Shunib ketdi. Men to'g'rishib Xemirni jug'rab, bo'ldingiz mazir jug'rab. Negen pokiz. Haqiqatan biz shu ko'p qatam onlayn programma qilish orqali shunday bir narsani his qildikki, mahorat intayin yuqori ekan. Bir qo'l bilan olamish qocha deganda xuddi xemir jug'amagandek pokiz qilib yetadi ekan. Shu odatda xemirni bir qo'l bilan jug'irdik ekan. Odatda xemirni bir qo'l bilan pulab, endi jiqra xemirlarni pishirish to'g'ri kelsa, ikki qo'l bilan pishasi bo'ladi. Chaylab. Yumush kasbiyat bog'liqlarga bek puxtab ketdim. Men sizga yordam berishim. Ma'qul bo'ldi. Rahmat opay. Xemir sal jiqib qoldimi qanday? Yo'q, chiq emas. Men ikki xilga qish bo'lganchilik uchunlar men 4,5 piyola. 4,5 piyola. Odat o'yladi qilsa, masalan 4 odam yeydigan bo'lsa qanchalik qilsa muvofiq bo'lar? 4 odam yeydigan bo'lsa, 3 piyola qilsak bo'ladi. 3 piyola qilsak ham muvofiq bo'lar ekanda. Uni bilib oldik. Unda bo'lsa, sal turib programmamizning oxirida bizning bir aziz mehmonimiz bu tomoqni tetib ko'rishga qadam tashlab qildi shu vaqtida. Unutgan. Bu mehmonimizning kim ekanligini ko'rib boqaylik. Bo'ladi. Xo'sh, bizning programmamizni ishtiyoq bilan ko'rayotgan eng oxirida qanday bir tomoq chiqadigan deb qiziqsinayotgan aziz ko'rmanlar shu topda diqqatingizda bo'layotgan Shinjon televiziya stansiyasining Shimoliy Davan yo'liga joylashgan Jahongir naqsh musiqalik taomxonasida ko'rinishga ilinayotgan Ichildasxona programmasi. Hozir men bizning suyumli anamiz Japakesh o'qituvchi Dilbar muallim bilan birlikda qozon samsisi tayyorlashni o'rgatyapman. Qozon samsisi degan bu ismlar do'stlarni intayin qiziqtirdi, chunki bir yerlarga yo'qlab apasimda qo'shib ketdi deyman. Endi ba'zi kasallarni so'rasimi, tetimliq, yeyishlik tomoq bo'ladi. Yana birga endi tovoq raslash kelgan vaqtida tovoq raslasimi sifatlik chiqadi. Ko'tarib berishga aptik bo'ladi, suyi qilib ketmaydi buni. Yeyishlik bo'ladi. Unda bo'lsa buni cho'qim o'rganib qo'ysanglar bo'g'idek. Bu programmani G'o'ji shahar Oqqo'stan ochiq suv va tetim suv zavodi alayda qo'llagan. Qarsam qilib qo'l tutgan tomoqlar qilib turdi. Nima bu tomoqni yetishni o'ylashib qoldingiz? Endi bu tomoqni yetishdik maqsadim, bu tomoqni etgan vaqtida mening uydagi farzandlarim shunda suyunib, shunda yaxshi ko'rib, astoydillik bilan nayt zo'xlanib yeydi tomoqni. Mush jarayonda nayt suyunib yeganlik uchun balkim boshqa bolalarmi, boshqa oiladagi farzandlarmi xuddi onasining mush taomlaridan huzurlanib yeyishi mumkin degan mudda bilan mush tomoqni itib bir Allah bayrami bo'lish munosabati bilan hammangizlarga odatdagi bir tomoq turini taqdim qildim. Shundoq sizlarning bayraminglar tabriklanayotgan xo'shallik minutlarida yana farzand uchun gap qilganlarni anglab hozir aroz qilsam ko'zimga yosh kelyapti. Shundoq ikromlik aziz ko'rmanlar, balkim sizlar hozir biz ishlatayotgan shu turmush buyumlarini, qozon beshi buyumlarini nima ta'minlaganda deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Albatta, Nazifa turmush buyumlari ularga cheksiz rahmatimizni bildiramiz. O'z navbatida programmamizni qo'llab-quvvatlagan Ekson yog'chiligi va shundoqla Qaydo tetqo'llari Oqqo'stan ochiq suv hamda nayt yeyishlik bo'lgan sap bug'doy unidan ishlangan un bilan ta'minlagan Xo'tan Barkat un yog' pishiqlab ishlash zavodiga alayda rahmatimizni bildiramiz. Shundoqla sizga ham rahmatimizni bildiramiz. Go'shtlarimiz hozir asosiyatdan to'g'rilib qoldi. Bunday bo'lsa, biz vaqtni cham tutib, ikkinchi bosqichga yurish qilib ketaylik. Dilbar muallim, hozir biz endi piyozni to'g'rashni boshlab ketdik. Buning ham deb
Qanchalik piyoz ketdi? Bir baş piyoz ketdi. Bir baş piyoz ketdi. Ha. Endi bu bir baş piyozningki 3'ten 1 qismini ma o qizilmush bilan ko'kmush aralashgan samsiq aralashtiramiz. Qolgan qismini go'sht bilan piyoz, qarmush qilib buni ayrim go'shtninki samsi deb uni piyozliq samsi deb uni ayrim qilamiz. Unda qo'ygan chog'da birsiga go'shtni jiqroq, birsiga azroq to'g'rilsaqmi bo'ldi ekanda, ha? Buningdan da taxminan o'lcham bo'yicha qilgan vaqtimizda 25 atrofida samsi chiqadi. Ha, shuna qo'ygancha bir yerga yo'qlab berishim yetdi ekanda. Bo'ldi. Bu programmani Şinjan Eksan maychilik cheklik sherkiti alayda qo'llagan. Qizilmushdan birini, ko'kmushdan ikkini. Anandan keyin men piyozni to'g'rab qo'ydim. Cho'xoladan birini to'g'rasangiz bo'ladi. Bo'ladi. Unda xos ko'kmushni siz to'g'rab bersangiz. Amniyatda bu tomoqni intan yeyishlik bo'lgandan boshqa intan quvvatli tomoq yeyishga bo'ldi-ku deyman. Bu tomoq hem yeyishlik, hem puraqliq bo'ladi. Anandan keyin buni yegandan keyin qo'saq tez ichib ketmaydi. İştahani tutib turadigan tomoq. Nima chiqar? Bu tomoqning chunki xemiri petir bo'lganlik uchun petir bo'lganda buni qilin yaymaymiz. Normal o'zining o'lcham bo'yicha yeyib, quruq qozonga chaplanib, bo'di pishganlik uchun bu biroz qo'saq turadi. Siz nima chiqar unda ushshaq qila olasiz? Siz o'rgansangiz ushshaq bo'ladi. Tomoqning o'zimi cho'ng ish bolam, sizlar uchun. Rahmat. Hozir sizning yeshingizdagi yosh bolalar ko'pincha oilada tomoq tomoq bir piyolani ko'tarib kelishni bilmaydiganlar bor. Haqiqatan shunaqa qoldi. Shuna o'rganganinglar yaxshi, yoshlarga yanada tavsiya qiladiganim, buningdagi yoshlar davomli o'zingni tirishchanlik ko'rsatib, sirtlarga chiqib xizmat qilasizlar. Idoraninki o'rinlashtirishi bo'yicha tashkilninki davomli sirtlarda xizmat qilish to'g'ri kelgan vaqtida oshxona izlab yurishim beab bo'lib qoladi. Shu vaqtlarda o'zinglar o'z oldinglarga taomlarni tayyorlab yeyishga aplik bo'ladi. Shunday. Biz bu gapni nihoyat yaxshi qildingiz, chunki bo'libmi 2 yildan buyon, endi bu yil 2-yili Abdulum rayonimizningki kadrlarni yez kentlarga tushirib tarbiyalash, ya'ni endi al rayoni egallash, alginab yetkazish, al qadrini moyil qilish qurilishini olib berish va nurg'ulg'an yoshlarimiz hozir to'ylarda xizmat qilyapti, shunaqa. Endi bularga balkim qo'saq masalasimi, intayin muhim masala hisoblanadi. Demak, mana shunday tomoqlarni etishni o'rganasiz. Biz oldinsan programmamiz degandek, o'zlarining turmushiga intayin ko'p qulayliklarni olib keladi-da. Endi yez turmushi odatda shahar turmushidan jiq farqli bo'ladi. Endi oziqlik jihati bo'lsin, ularning turmush saviyasi shaharnikidan xeyli zo'r farqli bo'ladi. Endi shu vaqtda har qanday yerga borsan, elga borsan, elancha, suv borsan, bilincha degan maqol tamsil bo'yicha har yerning shart-sharoitiga ko'nmasak bo'lmaydi. Shunga endi shunday qiyin sharoitlar duch kelgan vaqtida o'zingiz qiynab yurmasdan o'z kuchingizga tayinib, o'zingizning kundalik turmushining hojatidan chiqish bunday cho'ng ish bo'ladi. Bu programmani Şinjan Qarashahar Yasinjan yemeklik cheklik mas'uliyat sherkiti alayda qo'llagan. Buningga qarmush. Oldi bilan qarmush ishlatamiz. Endi bu yerda oqmush, anandan keyin zira bor. Endi oqmushningki issiqlik darajasi qarmushga qaraganda kuchli bo'ladi. Qarmush biroz mo'tadil bo'ladi. Zira sovuq bo'ladi. Sovuq bo'ladi. Endi zirini odatda Tititki o'rnidalar tam kirgizish uchun ishlatiladi. Shaxsan men shunday. Shunga endi men qora qarmushni davomli mo'tadil bo'lganlik uchun qiymaliq tomoqlarni hammasi ko'proq aralashtirsak bo'ladi. Demak, qarmush jiqroq, oqmush issiq. Oqmush issiq, o'tkir issiq bo'ladi. Uni davomli iste'mol qilish bo'lmaydi ekan. Demak, qarmushni biz kundalik turmushimizdagi oldin qilishimiz qisaq bo'ladi ekan. Mishqa degan chaqda u yoki issiqimizda shuratmaydi, yoki sovuqimizda shuratmaydi. Shunaqa bo'ldi. Endi bunga normal. Endi men qizilmush bilan ko'kmush aralashgan bo'lganlik uchun buningga biroz azroq qilsak ham bo'ladi qarmush. Endi bildim, demak, poloq ba'zi chaqda azroq zirsilib etishi, shuning tabiatini tanishish uchun bo'ldi ekanda. Chunki poloq o'zi issiq o'g'ashqa. Puraqliq bo'ladi. Endi buningga tuzni azroq aralashtiraylik. Sen aralashtirmoq. Tuzdan qancha solamiz? Tuzdan qiymaninki miqdoriga qarab turib, hozir qiymamizga ishqilib sal turib o'zimizni shu ko'z mo'lchari bilan bilaligidek bo'lgan chaqda ta'min etadi ham desak bo'ldi ekan. Bu programmani G'o'ji shahar Oqqo'stan ochiq suv va tetim suv zavodi alayda qo'llagan. Demak, endi hozir endi xamirni bir taraf qilish bosqichiga yetib keldik-ku deyman. Shundaq.
Lağmanның pıltısını tomraq qilib kesib olamiz xemirini. Demek hem degeni mushinchilik cho'nliqda kesib olsak bo'ldi ekan. Kesib olsak bo'ladi. Ikkinchi bosqichda bu xemirni kesib bo'lgandan keyin qurg'un unni bunga chechib, buni qurg'un un ustida yemirib olamiz. Quruq unning ustida yemirib oldik ekanmiz-da. Yemirib olamiz. Bu damakni siz shu ozkam qancha qaytib yetib qolgansiz qarasam, chiver chaqalliq bilan yetib borsiz. Turmushlik bo'lganga 41 yil oldi. Ko'zdaymiz. 41 yilning o'zi shu tamoqni o'zimning onasi ham mandaqcha aytgan qaynonam, ya'ni tatliq onam bilan ikkisiniki kishilar qo'llaridan o'rganib, shu darajaga yetishtirgan. Bu tatliq onam degan mana shu yerlikni atalg'usi. Bu yerlik atalgan, endi qaynonam deyishni o'zimcha be'ab ko'rma. Asal adabsizlik qildi. Shunga tatliq onam deb atayman. Vay, pek chiroyli qism ekan u. Bundan keyin barliq kelinlar shu o'zinglarninki yo'ldoshlaringning apillarini qiynapanglarni tatliq onam deb chaqas ola bildi ekan. Shuning bilan yuraklari erib shu. Voy tatliq qizim deb shu oila munosabati balki texim yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Shunday. Pek chiroyli atalg'u ekan. Andaqda men pozalab içib biray, siz bir ko'rib beqing. Ma'qul, men ko'zli yutay. Ma'qul. Andaqda buni boshladik. Vau. Neçini qilib yumaloqli ichib ekansiz ha? Endi davomli qilayotgan unam shu bo'lgandan keyin mana ishimiz bugun haqiqatan raqobatlashgan bo'lsak, meni tugashganimda shu ekan to'q. Men 4 tonni ichib bo'lg'ichilik, siz bir 20 tonni ichib yetibsiz. Unda bo'lmaydi balam. Albatta shunday bo'lganlik uchun sizlarni shu programma taklif qildik. Sizlarni navbatda mush bosqichlarni besib o'tgandan keyin mush darajaga borib yetib bora olasizlar. Endi bizning navbatda qizilmush bilan ko'kmush aralashtirilgan bu samsini farqlantirish uchun birini Petermanta nusxada, yana birini Bolaqmanta nusxada tugib ishlasak bo'ladi. Ma'qul. Unda bo'lsa, qani bizning suyimlik operatorlarimiz shu Dildar muallimning qo'liga yaqin ko'rinish pasi qanchalik tez surat qildi ekan? Aldı bilan qizilmush aralashgan samsun tugayli. Onundan ontal. Anondan ontal. Endi bundan bir qo'shiq elib. Qo'shiq qilsak kichik fatoda. Endi buni tugish jarayonida har bir ayol kishininki to'shikda qanchalik hünür borligini qilayotgan ishlaridan bilgani bo'ladi. Chiqib ketdi. Chiqib ketdi. Xemirninki jildning cho'ng kichikligi qarab turib, qiynalsa tezlik ketadi. Tugish maharatidan, shunaqa surtining tez ostligidan bilib olgan bo'ldi ekan. Sep bo'lgandan keyin buni usul bo'yicha tugsak bo'ladi. Endi mana tikka vaqtingizda oldingi pastki xemirning uch tarafini turib ekilib, mana 5 barmoqni bu xemirning orasidagi qiymining ichiga sep turib tugsangiz, naytdi qulaylik bo'ladi o'zingizga. Endi shu taomlarni qilgan vaqtida erlar qilolmaydi degan ish mening bu ko'z qarash mening xato. Mening o'g'lim aytgan tomoqlari, qo'rgan qo'rimlari mendan yaxshi. Ashunaqmi? Ashunda alayidligi bor o'g'limning. Biz Kingsa programmamiz o'g'lingizni taklif qilamiz xiya. Taklif qilsangiz qabul qiladi. Puldu ekrandagi aziz ko'rmanlar, xudo xolasa biz hozir bugungi Qozon samsininki barliq mashg'ulotlarini tamomlab bo'ldik. Endi eng oxirgi mashg'ulot, ya'ni Qozonga samsa yeqish, ya'ni bu kabi samsularni Qozonga chaplash bosqichimizga yetib keldik. Unda bo'lsa, bizning Qozonga yaqin samsimiz eng oxirida qanday qilib chiqadiganda buning intayin qiziqayotgan bo'lishlari mumkin. Hozirlan bu savolimizning javobi chiqadi. Shunda hozir biz programmamizning eng oxirgi bosqichi, ya'ni qiyliq darajasi bir qadar yuqori bo'lgan bir bosqichga yetib keldik. U bo'lsa Qozonga chaplash bosqichi. Bu balki hunar texnik talab qiladigan. Unda xosma o'zimni qilib aytayman. O'zingiz qilsangiz bo'ladi. Bu programmani Şinjan Eksan Maychilik Cheklik şirkati alayda qo'llagan. Bu samsunni quruq qozonga yiqishdan burun tuz chechamiz. Tuz chashgan vaqtimizda yiqilgan samsa nayt qo'mirlab obdan chiqadi. Demak, bu yerda turgan tuz bo'lsa, shakrab suv shunday. Shakrab suv bilan tanishib olgan. Tanishib olgan. Undaqda rasmiyligim non yoqqandek ko'rinish hozir ha.
Bunu bir süyütü dikemizde, malan bir süyütem bu. Damdağlı bassak oldu. Sebebi? Sebebi bunun kendi çıkan vaxtı da tügürlümünde tüyçekle çıkmaydı. Ha, hazır kazan kızıgan bunu. Kızı değil. Qazanға samsını yıqып болғандан кейін samsының жиһазлығы қарап тұрып, мықтары қарап тұрып, қайнақ судан азырақ бір пиала әтрапыда құйымыз. Құйып болғандан кейін туақны епіп, 6-7 минут әтрапыда ашу суда қазан оптан қызығандан кейін қайнап süйтігенден кейін otni past qilib qo'yamiz 20 minutdan keyin alsaq sams pishib chiqadi. Bo'ldi. Do'stlar, agarda bu bosqichlarni xotirlab yoki insonlar qo'yib yonayotgan bo'lsanglar, yodinglarda bo'lsin, bu qaynab 6-7 minut bo'lib suyitigan vaqtida o'tni pasaytib yutib, undan keyin yana töven temperaturada shunaqa qancha minut? 20 minut. 20 minut deb aytganmiz. Demak, hamda buningga oldi keyin 25 minut atrofida vaqt ketadi ekan, lekin bizning ko'rmallarimizga 25 minut faqat bir e'lon ko'rish vaqti. Uni bo'lsa, bizning eng oxirida bu tamoqimiz qandoq bo'lib chiqadigandi, balkim taqozo bo'layotgan bo'lsanglar kerak, e'lon ekan ko'rish. Bu programmani G'ulji shahar Oqqo'stan ochiq suv va tetim suv zavodi alohida qo'llagan. Xo'sh, mana ekrandagi aziz ko'rmalar, bizning 25 minutimizni ko'zni yumib ochqicha o'tib ketdi. O'z o'rtada bizning tamoqimiz hozir pishish bosqichiga qadam qo'ydi. Hamsi vaqtni chin tutib o'chiraydi. Ma'qul. Kishini hayajonga soladigan yuraklarimizni ham shu hayajondan o'yin tuydigan minutlar aytib kelyotdi. Unda xos o'z qo'lingizla aytib beramiz, apay. Aytib beray. Balki mana bu qanday pishqanligiga hammaylar taqozo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Vah, qarmoqqa buning ustida hech qanday ancha zo'r o'zgarish bo'lmabdi, ha? O'zgarish yo'q. Aqim shu holatda bo'ldi ekan. Endi buningki ustida aqsh bo'ladi, tegi taraf qattiqroq shaklda pishib chiqadi, o'zining suytigaydi. Lekin buning yana sho'rpisi chiqib turdi ekan, sizlar. Go'sh mayli qo'ygandan keyin uningga har xil iliqi ko'ktatlar aralashtirilgandan keyin uning tarkibida suv bo'lgandan keyin miqdorimi yana o'xshamaydi. Mana bir narsa chaplashib chiqamda. Mani ajratib olsak ham bo'ladi. Chiqqandan keyin ajratib olsak, so'ygancha ajraydi. Biz programımızın başlanışında Dilber Malımen bir qancha aziz mehmon sizni kutyapti deganida qo'naqda. U aziz mehmonlar kimdir? Dasturxonda ular bilan birlikda yuz ko'rishaylik. Bo'ladi. Tayyorlash usuli tovandikicha. Oldi bilan normal qilib xamir yo'g'irib olamiz. Ondan xamir tinig'icha go'sh, piyoz, ko'kmush, qizilmush, pomidorlar bilan qiyma qilib, tuz ta'mini tanishib olamiz. Ondan xamirni kesib, ichib, ichiga qiymini silib, bo'loq manta yoki peter mantini tukkandek tugib olamiz. Ondan qozonni esib, qizitgandan keyin tuz suvi bilan qozonni dog'lab olamiz. Orqadan qozonga tugib olgan samsini chaplab, ustiga yarim piyola atrofida takshi holda suv quyamiz. Orqadan tovoqni yepib, normal o'tda 5 minut turg'izgandan keyin o'tni pasaytib, yana 20 minut turg'izamiz. Vaqt to'shqanda tovoqni ichib, samsini ilib iste'mol qilsak bo'ladi. Qozon samsisining tabiati mo'tadil bo'lib, har qanday kishining iste'mol qilishiga nihoyat mos keladi. Qadrli do'stlar, Anla bayramiga bag'ishlangan bo'lgan programmamizda biz suyimlik anamiz bilan birlikda bu anamizning farzandlari, navralari bilan birga dasturxonda daxil bo'lib, o'xshagan tomoqqa eg'iz tegib o'tiribdik. Suhmatlarni qarshi olamiz. Opangizda aytgan yurak so'zlaringiz bormi? Opa, asli bugun men boldiroq ishdan qaytib kelib sizga mush tomoqni o'z qo'limda tayyorlab bersam bo'ldi. Lekin xizmat sababli Tıqıyba işten çıkıp geldim. Şu meni keçirim appa. Ko'nglingiz yo'qmi? Vay, bek yaxshi bo'ldi. Allah bersin, baraka olsun appa. Rahmat, qizim. Rahmat. Sizlarning bayramingiz muborak bo'lsin deb aytinglar. Ana bayramingiz muborak. Rahmat bolalarım, rahmat. Bugun mana shunday farzandlar onalarga o'zining go'zal tilaklarini yetkazadigan kun. Nima degan chog'da ona bag'ri u biz uchun manguga adirsi o'zgarmaydigan jannat hisoblanadi. Mayli biz turmushda xushal bo'laylik, xafa bo'laylik, birinchi ko'z oldimizga kelgani dal bizning suyimlik onalarimiz. Shunlashqa barliq suyimlik onalarga mehribon, jafokash opalarimizga amonlik tilaymiz. Unda bo'lsa mana bugun onalar bayramida yalla o'xshash bizning jafokash onalarimiz biz uchun o'xshagan tomoqlarni tayyorlabdi. Sal xijilib qoldik, ha? Shu beklar. Unda bo'lsa cho'nglardan kelsin apay. Vah.
Haqiqatan shundoq o'xshagandek amaliyotda qozonnimi shundoq bir samsiz shakldagi narsani chiqishni o'ylab boqmagan ekansiz. Apay yetasiniz. Kenemiz, marhamat beqinglar. Shaxsan men intayin yerda nima chiqargan chog'da bunda intayin mizlik bo'lgan bizda shu dori darmaklar bilan aralashtirib olgan go'shtdan ta'mi, uningdagi meninkida qizilmish ko'kmushdan ta'mi bo'lg'achqa intayin yeyishlik bo'pti. Sizni qandaqroq bo'pti? Meni yeginim go'sht piyozni ekan-da, sho'rpiliq shunday payzobda qarmishtirim tetikda, tayza. Shundoq mana shunday apalarimiz mundaqliq etib qo'ygan tomoqlarni bizga intayin yeyishlik, tetimliq to'yilib ketdi-da. Unda xo's qo'lingiz haqiqatan Gulka apay, buningdagi mana shunday siz aytgan o'xshagan tomoqlarga davomli eg'iz tegib turishni orzu qilamiz. Xo'sh, ekrandagi aziz ko'ruvchilar, biz bugungi programmamizda o'qituvchilik kasbidan pensiyaga chiqqan suyimli onamiz Dilbar muallim bilan birlikda Ichildasqinam programmasida yarim soat mashg'ul bo'lib, o'xshagan qozon samsini tayyorlashni o'rganib oldik. Balki ekrandagi aqlli qarindoshlarimiz buni xotirlab, atlik cho'qinmish tomoqni etib ko'raman deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Unda bo'lsa, har juma kuni Urumchoqdagi soat 7 dan 18 ni o'tayotganda Shinjang televiziya stansiyaning Ichildasqinam programmasida riyosatchi qarindoshlar ijod bilan uchrashishni unutib qolmaysizlar. Programmamizda sizlar uchun o'zimiz va o'zga millatlarning eng asl taomlarini etishni o'rgatib qo'yish uchun cho'qim eng zo'r tirishchilik ko'rsatamiz. Undaqda keyingi programmamizda ko'rishguncha xayr xo'sh, omon bo'linglar. Xayr xo'sh.